hozir Mardon Zihnadan 1 million so'm pul so'raysan. Dadamga aytib bersin. O'chira o'zingni, bilan bashara bu yo'g'ini menga qo'yib ber. Hoshim pitbiliq, mitticha. Nima gap? Gapir. Dadamga 1 million so'm pul berar ekansiz. O'zi boyagina qarz oldim. Dadangdan pul olib bermagan-da, ma. Yer qimilyaptimi? Astag'firulloh. Yetib bakın. Qo'lim ishlamay qoldi. Dada, akam qo'shlardan pul yig'ibdi. Sizda o'tingiz aytib gadoyga o'xshab. Qo'ldan kelasa kerak buni. Ishonmasangiz kissasini ko'ring, 1 million so'm puli bor. Hoshimjon, Malol aka. Labay dada. Kissangga necha pul bor? 1 million so'm. To'g'ri aytibsan o'g'lim. Marhamat. Bunaqni emagur. Mani o'timni aytib, sen qo'shnilardan pul so'raysan. O'zi yer qimillab meni yuragim tushgani yetadi o'zi. Uloq odam bo'lmading sen, odam bo'lmading. Aka, dadamga sigaret etib berar ekansiz. Mana. Yoqib bitib berar ekansiz. O'zlari yo'q bo'ladi. Qo'llar loyda yoqib keshin dedilar. Anlamabsanmi? Yo'q, mana. Yo 7 bal, yo 8 bal qimilladi. Men sana allaymanmi? Ha? Hoshimjon o'g'lingiz nasham bo'lib ketdi, qarang. Dada mana. Qanaqa bala bo'lding, ha? Dada, qattiqroq ur. Mana shu operat, jo'merat, jo'ravat men senga shunaqa tarbiya berdimmi? Sigaret.